alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati 3 tumanidan bo'lyapti. Ko'rib turganlaringlardek hammomimiz mana shu holatda bitgan, ajoyib holatda. Xudo xolasa yoqsa bittadan like bosib turasizlar. Xonani razmerlari, rasxoti hammasini aytib o'tishga harakat qilaman. Butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Qani bo'lmasa obzorimizni boshladik. Xo'p, eshikdan kirganda mana shunday mana o'ng qo'l tomonimizda avtomat shiftlarimiz mavjud. Ko'rib turganlaringdek, relay напряжения, uzo и har bitta avtomat, har bitta tochkaga alohida avtomat tortilgan. Sababi xavfsiz bo'lish uchun va elektromontajlarimiz как положено zazimlenali montajlarda bo'lgan. Undan keyin sushilka sochiq ilish uchun tagida vishilka sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu yerimizda esa mana shunday teplый pol, samodельный котел, xonani isitish tizimi teplый pol bilan isitib, mana shunday mana shu joyga joylaganmiz. Bu yog'imizda filtrimiz, yonida mana shunday glubinli nasosimiz, avtomat nasosimiz, tepasida uydagilarda o'zlarida bor degan 50 talik suv isitgichimiz. Kir mashinamiz, avtomat kir mashina, yonida 60 santimetrlik rakovina. Suvlari ham ajoyib holatda tushyapti. Tepasida abagrefi bor, sveti bor, sohoti, graduslarini ko'rsatib turadigan ko'zguyimiz, stakanchik, sovuq qo'yadigan, bu yoqda kalsoyimiz. Xo'p, buni yaqinroqdan ko'rsatib bersam, bu yerimizda zazimlenali montaj bo'lganligi uchun mana ko'rib turibsizlar, zazimlenali montaj bo'lganligi uchun zazimlenali rezetkalar qo'yib ketilgan. Bu yog'imizda kir mashina uchun ham, motor uchun ham, bu yerimizga ham zazimlenali montajlardan bo'lgan. Xo'p, mashina shunday o'tganda o'sha bu yoqda atmosfera o'zgaradi. Xo'p, bu yog'imiz sababi dushovoy zonani alohida qilib qo'yish uchun PVH panelimizni mana shunday qorasidan yopishtirganmiz. Devoridan suv sachrab o'tib ketmasligi uchun mana shunday dugalab qo'yganmiz. Mana pardani shunday to'sadi, bemalol cho'milsa bo'ladi, suv sachramaydi tashqariga. Xo'p, polidan suv o'tib ketmasligi uchun mana shunday bardyorcha qilib qo'yganmiz. Bardyorlar ham mana shunday holatda. Xo'p, 60 santimetrlik trap, ukloni shunday bo'lgan, xudo xolasa suv turmaydi. Zagonli holatda. Dushovoyimiz, mana dushovoy sto'yganmiz. 3 xil funksiyada ishlaydi. Lekalari ham bor o'zini. Bu yerimizda sovun qo'yadigan, sovun shampun qo'yish uchun burchakka polka o'rnatilgan. Xo'p, bu dushovoy zonamiz razmeri 1.20 ga 1.20 bo'lgan. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yog'imizda mana shunday unitazimiz mavjud. Komfort bo'lganga yarasha bir yo'la bo'lsin degan komfort. Unitazimiz xudo xolasa tashlab yuborsa tars tushib ketmaydi. Ajoyib holatda ishlab turibdi. Bu yerga qo'yadigan, bu yerda mana yosh kattalar qiynalmasin deb ushlab turgani yoki o'tirgani mana shunday ruchkalardan qo'yib ketganmiz. Bu yerimizda tahorat zona. Tahorat oladigan joy. Oyoq sochiq uchun kalso qo'yganmiz bu yoqqa. Bu yog'imizga sovun qo'yish uchun mana shunday joy tashlab ketganmiz. Tahorat oladigan joyimizni chuqurligi 30 santimetr bo'lgan. 30 ga 60 razmerda bo'lgan. Uklonlari ham zo'r bo'lganligi uchun ancha-munchaga suv sachramaydi tepaga mana. Umuman suv sachramaydi tepaga, obratniy qaytmaydi suv. Ajoyib. Bunisida esa oyoq yuvsa bo'ladi mana. Bu yerdan shunday o'zgaradi, ochadi mana. Mana oyoq yuvsa bo'laveradi mana. Bemalol oyoq yuvgan foydalansa bo'ladi. Yopib qo'yamiz. Xo'p, xonamizni rasxotlariga, razmerlariga keladigan bo'lsak, xonamiz razmerlari 3 metrga 3 metr bo'lgan. Devorlarimiz PVH panel, patologimiz dekor plas bo'lgan. Xo'p, yoritish chiroqlarimiz 6 ta galagen qo'yib ketganmiz. 6 ta galagenni faqat yoritish uchun emas, dizayn tomonlama ham o'ylaganmiz. Yana bitta plus tomoni 6 tadan bir 3 tasi yoki 5 tasi kuyib qolsa ham mashlampalarimizni videoga qorong'uda qolib ketmaydi. 5 tasi kuyib qolsa ham, bittasi bo'lsa ham yoritib beradi. Faqat yoritish uchun qo'yilmagan, aytib o'tganimdek, dizayn bir chiroy tomonlama ham boshqacha vid berib turibdi. Xo'p, endi xonani razmerlarini aytdim.
Rasxodiga keladigan bo'lsak, xonani общий rasxodiga usta pulidan tashqari 21 million so'm ketgan. Namanganda Shamshiboy bozoridan savdo qilingan 21 million so'm polniy xonaga rasxodiga pul ketgan. Korobkasi tayyor bo'lgan, ichi shu holatga kelguncha 21 million ketgan. Biz ijtimoiy tarmoqlarda YouTube, Telegram, TikTok, Instagramlarda kuzatib borishingiz mumkin. Bittadan like bosib bizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Respublika bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.